Hammaga salom. Bugun Ovsinim bilan birgalikda bir xil bo'lib olib sizlarga yangi oshxonamizda уборка video taqdim etamiz. Aslida yangi oshxonani obzor videosini qilmoqchi edim. Ming afsuski, remont ishlarida bir ikkita kamchiliklari qolganligi sababli obzor video qila olmadim. Videoda ko'rib turganingiz meni kichkina ovsinim, biz 3 ta ovsinimiz, eng kattasi menman. Videoda men juda ozg'in, ovsinim semizcha bo'lib ko'ringan. Yaqinda men kelinoyi, yanga, ayacha, bilmadim, nimadir bo'lamanda. Ish qilib ovsinim do'mboqchaligi sababi shu. Duo qilib qo'ying, ikkijon sog' salomat bag'riga bosib olsin. Nasib bo'lsa, intiqlik bilan yangi mehmonimizni kutyapmiz. Remont ishlarimiz tugamasdan yaqinda ko'chib kirdik. Videoda ko'rib turganingiz oxirgi narsalarni joylashtiryapmiz. Biz bor joyda zerikish yo'q, g'iybat qilinmagan, gapirilmagan narsa qolmaydi. Shuncha narsadan oshib kino ko'rib ham ulgurdik. Rosa yaxshi kino ekan, sizlarga ham tavsiya qilaman. Kinoning nomi Dilbar. Kino shunchalik qiziqligidan ish ham bir chekada qolib ketdi. Podval ham ancha betartib bo'lib ketgandi. Orada uni ham tartibga solib oldik. Videoni shu joyida men podvaldaman. Meni ko'rish uchun meni mebeldan tomosha qilsangiz bo'ladi. Men endi turdim. Men turgunimgacha ayam уже ovqat sotib qo'yibdilar. Kartoshka ham bor. Aqamin o'g'lim. Uyda bardak. Lekin kayfiyat chiki. Lekin bizda har kuni ham уборка.